yoshlarga ko'proq kitob o'qishni targ'ib qilish, ularni kitobxonlikka qaytarish bizning asosiy vazifamiz hisoblanadi. Shu haftalikda unumli foydalanib, bir sıra kitobxonlarimiz safini yanada kengaytirib olishimiz kerak. Hayajonda kutib oldik bahorni, ko'zlarida sevinch, qalblarda nahorni. Yonib yonib dillarda sevinchlar, qalblarda shirin shirin xayollar. Quyoshdan go'zal nurlar sochilar, bog'larimda ochildi gullar. Ko'k bog'laringda go'zal g'unchalar yonadi yonadi belgida. Mana ulug'bek barchalik mana shu yerda tuman akibida axborot kutubxona markazida juda ko'p tadbirlar bo'lyapti. Mana bugungi yig'ilishimiz asosiy sababchisi demak respublika bo'yicha 6-chi festival bo'lyapti. Kitobxonlik haftaligi 13-apreldan 17-aprilgacha ochilish marosimi ekan. Eng bir ko'tarinkilik bilan o'tkazish kerak bo'lgan ma'naviy boy insonlarda nishonlanish kerak bo'lgan bayramlardan birtasi hisoblanadi. Bu yerda balki mana o'quvchi qizlarimiz ular uchun katta zerikarliroq bo'lgandek sezyapman. Men masalan majburan kelgandirsiz, boshqadan kelgandirsiz, lekin siz uchun onangiz, otangiz va undan keyin eng yaqin do'stingiz bu kitob ekanligini tushunib yetsangizgina siz o'zingizdan baxt topasiz, hayotdan baxt topasiz. Kitobchilarning o'sha ota-bobolardan bizga meros bo'lib kelayotgan bo'lsa, endi farzandlar, nabiralar davom ettiryapti. Biz hozir mana shu faxr bilan aytib tilga olyapmiz. O'zim ham ustozlik bilaman, ustoz shaklida